Yevropaning to'satdan Ukrainaga, Rossiyaga raketalar otishga ruxsat berib qolgan. Men buni to'satdan degan bo'lardim. O'zi bu qurollar bor edi, Ukrainaga taqdim qilingan, lekin ma'lum bir chegaralar bilan, cheklovlar bilan, ya'ni Ukraina bularni faqat o'z hududida Rossiya qo'shinlaridan himoyalanish uchun ishlatishi mumkin degan. Ammo ko'ryapmizki, so'nggi vaqtlarda ayniqsa Germaniya kansleri hozir ikkala tomonda ham o'ta faol. Demak, Isroil-Falastin urushida ham bayonotlar bilan chiqdi va aynan g'arb qurollaridan endi Rossiyaga otishda cheklov yo'q deb chiqqan ham aynan Merz. Aynan Germaniya kansleri mana shuni aytib chiqdi. Bu juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Qizig'i buni hech bir g'arb davlati inkor etmadi Bektosh aka. Masalan, avvallari bo'lardi. Masalan, Fransiya prezidenti biz kerak bo'lsa, qo'shin ham kiritishimiz mumkin desa, NATO bosh kotibi chiqardi. Ey, sal ana o'ylabroq bayonot beringlar, bu NATO qo'shilmaydi bunga degan narsalar. Lekin bunda hech kim indamadi. Tramp ham indamadi. Tramp indamagandan tashqari qo'shimcha bayonotlar bilan chiqyaptiki, Putin olov bilan o'ynayapti. Men bo'lmaganimda hozir Rossiya bilan juda yomon voqealar sodir bo'lar edi. Haqiqatda yomon narsalar deb yozgan Tramp o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Bektosh aka, nimalar bo'lyapti endi Rossiya Ukraina urushida? Nega bunday burilish, agar buni burilish desa? Bilasizmi, mavzuga javob berishdan oldin birinchi Yevropani emas, keling Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelaylik. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari ichida Rossiyaga nisbatan eng tolerant, bag'rikeng siyosatchi bu Donald Trump bo'ldi. Ko'rib turibmiz buni. Hattoki ko'p masalalarda Putinni aqlli ham dedi, Putin bilan til topishish mumkin dedi. Endi boshidan bayonotlarini haliga kontent tahlil qiladigan bo'lsak, Ukrainaning o'zi aybdor dedi, Ukraina urushni to'xtatishi mumkin edi. Hattoki Ukrainaga biz ko'p qurol berib, bu urushda biz Amerika Qo'shma Shtatlarining roli katta dedi. Xullas, boshida Rossiyaning ancha boshini silab turgan odam keyinchalik vaziyatda sal yumshay boshladi Ukrainaga nisbatan va endi Ukrainada ham demak Ukrainaga ham yordam qilishimiz kerakligi, bu yerda men Ukrainalarni aybdor deb yurardim, lekin qaraydigan bo'lsam bu yerda ruslar ham aybdor ekan, Rossiya ham aybdor ekan degan, ya'ni 50 ga o'tdi keyingi bayonotlarida va endi oxirgi siyosiy jarayonlarning dinamikasi o'zgarishi holatida Donald Trump ko'p ko'rsatuvlarimizda aytdik, ya'ni Ukrainadagi urushni to'xtatish, Ukraina urushiga barham berish borasida haqiqatda ko'p harakatlarni qilib ko'rdi, diplomatik harakatlarni. Buni tan olishimiz kerak-da. Masalan, boshqa undan oldingi prezident bo'lmish Joe Biden Rossiya uchun butunlay yopilib qolgan edi. Ya'ni Rossiya umuman ular bilan muloqotga kirisha olmagan edi. Keyinchalik Kirill Dmitriyev deganlari boryapti, boshqalar boryapti Amerika bilan. Xullas, muloqot uchun maydonni, platformani demak Donald Trump yaratib berdi. Lekin so'nggi paytlarda Donald Trump kuzatyapti, chaqiriqlar bilan chiqayapti, Vladimir Putin bilan telefonlashyapti, Vladimir Putinning odamlari bilan Saudiyada ham, Istanbulda ham demak uchrashuvlarni tashkil qilyapti, hokazo. Lekin natijani qarasak, natija nafaqat 0, balki qaytanga bundan Rossiya tomonining ilhomlanganligiga guvoh bo'lyapti Donald Trump. Va so'nggi kunlardagi demak bayonotlarida shu narsani aytdiki, demak biz bu yerda Vladimir Putinning telba ekanligiga men guvoh bo'lyapman dedi. Bu darajada bo'lmaydi-ku dedi. Yoki agar biz dedi, men hali ham shu urushga dedi anchayin tinchlik yo'li bilan barham topishi uchun harakat qildim. Agar Joe Bidenning siyosatini men davom ettirib turganimda bugun Rossiyaning ahvoli og'ir bo'lar edi dedi. Bu bilan nima dedi? Chunki ahamiyat beradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ko'p qurollari bilan Ukrainaning ichki hududlariga zarba berishga Ukrainaga rozi bo'lgan edi. Joe Biden. Lekin Donald Trump kelgandan keyin birinchi navbatda Ukrainadagi yuboriladigan qurollarning safini, qurollarning hajmini cheklab qo'ydi, asta-sekin butunlay to'xtatib qo'ydi va hattoki o'sha zarba berish imkoniyatlarini ham yo'qqa chiqardi. Bu tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilgan edi. Lekin so'nggi paytlarda qarasa, Rossiya juda katta urushda qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, muvaffaqiyatga erisha boshladi. Hududlarni bosib olyapti. Ya'ni siljish katta.
Jo Bayden davrida unchalik siljish katta emas edi. Mana buni demak qiyosiy tahlil qila boshladi bugungi kunda Amerika jamoatchiligi, Yevropa jamoatchiligi va demak Amerika Qo'shma Shtatlarining bu bayonotlaridan to'g'risini aytadigan bo'lsak, ya'ni qaysi bayonotlari? Vladimir Putindan ko'ngli qolganligini, uni tilba deb atayotganligini, ruslar berayotgan zarbalar natijasida ko'plab tinch aholi o'layapti-ku bu yerda, askarlarni aytmayapman degan gaplaridan Yevropa davlatlarining liderlari ham ilhomlanyapti. Ya'ni ular ham demak mana asta-sekin demak Donald Trump ham bizning safimizga qo'shilayapti-ku degan masalalarda demak yondasha boshladi. Va demak endi bugun vaziyat nima holatga keldi? Endi bilamiz, Ukraina hozirgi kungacha Rossiyaning ichki hududlariga juda ko'p zarbalarni beryapti. Samarali zarbalarni ham beryapti. Lekin nimalar bilan? Asosan dronlar bilan va o'zining ishlab chiqargan ba'zi bir raketalari bilan. Lekin o'zining ishlab chiqargan raketalarini aksariyatini Rossiyaning Pro deymiz, ya'ni raketalar tizimiga qarshi mudofaa tizimi ushlab qolyapti. U raketalarni ushlab qolishga mo'ljallangan. Ba'zi raketalarni ushlab qoladi. Endi ular bir-birini taniydi. Lekin dronlarga kelganda ojiz qolyapti. Chunki dronlar birinchidan kichkina, ikkinchidan past nimada uchadi va Rossiyaning hududlariga bemalol pastlikdan kirib boraveradi o'rmonlarning ichi bilan va keyin u yog'i davom ettirib ketaveryapti. Borish trayektoriyasini o'zgartirib va o'sha kameralar orqali umuman belgilangan hududlarga borib, albatta juda katta Rossiyaga zarar yetkaza olayapti. Va lekin bu yerda aytishimiz mumkinki, nimaga endi faqatgina Ukraina dronlar bilangina hujum qilyapti deyishimiz mumkin. Bu yerda Ukrainada raketalar bor, yo'q emas. Bu raketalar demak o'sha Atomx raketalari, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, ikkinchisi demak Germaniyaning Taurus raketalari va Buyuk Britaniyaning Storm Shadow raketalari. Lekin shu paytgacha Germaniya va Buyuk Britaniya to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaning ichki hududlariga bizning raketalarimizda zarba bermaylar. Chunki ertaga biz Rossiya bilan munosabatimiz sovuqlashadi va Rossiya ham demak bizning qayerdadir harbiy kuchlarimizga qarshi raketalari bilan zarba berishi uchun biz huquqiy asos yaratib berib qo'ygan bo'lamiz deb turgan edi shu paytgacha. Lekin bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardiki, hali ham bo'lsa Yevropa asosan o'sha Taurus raketalarini, Storm Shadow raketalarini bilan Rossiyaning ichki hududlariga zarba berish huquqini berdi Ukrainaga. Majbur qilayotgani yo'q. Ya'ni huquqingiz bor bizning bu raketalarimiz bilan zarba berishga. Nima uchun degan savolni ko'pchiligimiz masalan aniq bilib olishimiz kerak. Bu Taurus raketalari ham yoki Buyuk Britaniyaning Storm Shadow raketalarini ham ba'zi bir ehtiyot qismlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan olinadi. Va shu paytgacha Amerika Qo'shma Shtatlari bu raketalardan Rossiyaga qarshi qo'llashga ruxsat bergani yo'q edi. Chunki bu narsa Rossiya tomonidan, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham dushmanlik sifatida baholanishi ehtimoli bor edi. Lekin so'nggi paytlarda vaziyatning o'zgarishi, demak bu Taurus va Storm Shadow Amerika Qo'shma Shtatlaridan demak rozilik olganligini bildiradi. Mayli biz uchun ochiqlanmayotgandir, lekin xoh maxfiy tarzda bo'lsin yoki ochiq tarzdadir, xullas ruxsat olganki, bular ruxsat beryapti. Chunki Amerikaning hozir jim turishi ham mana bu eng asosiy motiv. Ya'ni demak Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga, ayniqsa Putinga munosabatining o'zgarishi, demak G'arb davlatlari aytdiki, demak bemalol biz raketalarni ishlatishimiz mumkin ekan deb. Lekin endigi masala haqiqatda Taurus va Storm Shadow bilan Rossiyaning ichki hududlariga Ukraina zarba beradimi, bermaydimi? Bunisi biz uchun qorong'i. Huquqi bor lekin. Huquq bor. Chunki bu raketalar albatta imkon qadar maxfiyligi ta'minlanadi. Rossiyaning qo'liga tushib qolishi yoki ma'lum bir nima deymiz, bu ehtiyot qismlarining, materiallarining ham Rossiya tomonidan tutib qolinishini imkon qadar sir saqlashga harakat qiladi. Unga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun bu raketalar bilan asosan Ukraina hududida urushayotgan edi. Endi ko'ramiz vaziyatni bundan keyin Ukraina avvalo bu raketalardan foydalana oladimi? Chunki bu raketalardan foydalanish va aniq o'sha mo'ljallarni nishonga olish uchun to'g'risini aytishimiz kerak, kuchli NATO armiyasi safidagi
instruktorlar va mutaxassislar talab etiladi. Chunki Ukraina armiyasi hali tayyor emas. Ya'ni aniq nishonga olishga ishlata olar, lekin aniq nishonga olish. Ikkinchidan bu yerda kosmosdan beriladigan aniq koordinatalar bor. Bu raketalar borib tushishi, borib urishi uchun. U kosmosdan olinadigan koordinatalar Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'liq ko'proq. Shuning uchun to'g'risini aytsak, endi vaziyatni kuzatamiz, qani bu yog'i qanday darajada rivojlanadi. Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilgani to'g'risida xabar bor. Jumladan Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazishni so'radi. Bu haqda Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy ma'lum qildi. Qator Yevropa davlatlari Ukraina inqirozini tinch yo'l bilan hal etishga to'sqinlik qilishga urinmoqda, deya izoh bermoqda Polyanskiy. Yig'ilish 30-may kuni Moskva vaqti bilan soat 5:00 da, ya'ni Toshkentda soat kechki 7 bo'ladi, bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, gap ehtimol deyilyapti, lekin katta ehtimol bu o'sha Friedrich Merzning boyagi raketalar bo'yicha bergan bayonoti bo'lsa kerak. Demak, Rossiya endi BMTga murojaat qilmoqchi. Ya'ni Yevropa tinchlikni istamayapti deb. Doim bitta masalani ko'p takrorlaymiz. Doimiy intervyularimizda to'g'risini aytadigan bo'lsak, bugun Rossiyani o'zi ham charchadi. Rossiya ham botqoqqa tobora botib borayotganligini ko'rib turibdi. Lekin to'g'risini aytaylik, Rossiyani ushlab turgan bitta holat bu ham bo'lsa g'urur. Ya'ni nima haligi bitta o'zbeklarda to'y biron nimalarni qilishda bir gap bor, haligi pul ketsa ketsin, obro' ketmasin degan. Xuddi shunga o'xshash bir holat. Rossiya endi bugun botqoqqa botsak botaylik, obro' ketmasin endi. Nima qilib bo'lsa ham mana hech bo'lmasa Ukrainani bir 30-35 hududini olib bosib olgan davlatga aylanaylik. Yoki Ukrainaga bitta ikkita bo'lsa ham talabimizni amalga qabul qilgan darajadagi g'olib bo'laylik biz. Bo'lmasa butun dunyodagi imijimiz tushadi-ku degan masalalar Rossiyani qiynab turibdi va Rossiya albatta bugun kollektiv g'arbning yana oldingidek Bayden davridagidek Ukrainani qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq siyosatidan Rossiya ma'lum ma'noda hayiqadi. Ayniqsa sanksiyalar holatidan. Chunki bugun Donald Trump bitta gapni aytdi. Men shunday sanksiyalarni joriy qilamanki Rossiyaga dedi. Endi u qanday sanksiya ekanligini aytmadi. Shunday sanksiyalarni joriy qilamanki Rossiya umuman o'nglanmaydigan bo'ladi dedi. Haqiqatda doim aytamiz, Donald Trump agar xohlasa bugun Rossiyaning iqtisodiy, ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyatini shu darajada izolyatsiya qilib qo'ydiki, bu holatni, bu siyosatni yanada chuqurlashtira olishi mumkin. Va bu bilan Rossiyaga juda jiddiy zarba bera oladi bugun Amerika Qo'shma Shtatlari. Shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlarining bu holatdagi sanksiyalaridan, Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainaga beradigan harbiy yordamidan Rossiya ham hayiqayapti. Va shuning uchun ham tobora yakkalanib borayotgan Rossiya bunday yakkalanish chuqurlanib tushib ketishidan, iqtisodiyoti butunlay izdan chiqishidan va Ukraina armiyasi kuchayib ketishidan xavotirda. Va shuning uchun ham endi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, demak, Xavfsizlik kengashining majlisini ham chaqiradi kerak bo'lsa, yoki masalan o'zlarining diplomatlari orqali biz 30 kunlik sulhga ham tayyormiz degan takliflar bilan chiqishi mumkin, yoki o'sha takliflarni provokatsion yo'l bilan o'zlariga, demak, bildirtirishi mumkin. Xullas, to'g'risini aytadigan bo'lsak, vaziyat borgan sari chigallashyapti va bu chigallashish vaziyatida Rossiya to'g'ri hali iqtisodiy jihatdan bir muncha barqaror bo'lib turibdi, lekin insoniy resurs jihatdan Rossiya yutqizyapti. Bugun Rossiya tomonidan juda ko'plab o'sha urushga jo'natilgan askarlarning qirilib ketayotganligi, ko'plab o'layotganligi va bunday holatni garchi ular 20 yilga ham bardosh beramiz, 30 yilga ham bardosh beramiz degan bu og'izda aytilaveradigan gaplar, lekin amaliyot buni teskarisini ko'rsatyapti. U urushda faqatgina hamma narsani pul hal qiladi degani emas. Agar pul hal qilganda bugungi kunda Ukraina g'olib chiqqan bo'lardi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari va
Yevropadan ko'rsatilgan mablag' yordami Ukrainaga juda katta edi. Lekin g'olib chiqa olayotgani yo'q. Urushning o'zining qonuniyatlari bor va bu narsa Rossiyaga ham ta'sir ko'rsatyapti. Shuning uchun Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti deymizmi, endi boshqa institutlar orqali ham imkon qadar harakat qiladiki, Ukraina bilan baribir shu muzokaralar jarayonini qaytadan boshlashga. Ya'ni ikkalasi uchun ham qulay demoqchimiz bu yo'l.